Assalamualaikum tadbirkorlar. Shu o'zimni tanishtirib o'tsam, adım Bekzat, Ramazan Abdalov. Shu joydan beri Urganch filiali boshqaruvchisi lavozimida vaqtincha vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlayman. Bugungi kunda yana Janoza Prezidentimiz qarorlari, farmonlari asosida tadbirkorlikka keng yo'l ochilib, har xil turdagi kredit bank sohasida kredit nelerimiz var, kredit turlarımız var. Şu boyunca az mesela kredit turlarımızdan azgına tushuntirib o'taman. Mal kreditlarimiz var, işsizlerin kreditlarimiz var, ishlab yurganlarning kreditlarimiz var. Şu an qisqacha tanishtirib o'taman. Keyingi masalani sizlarning shu nima bo'yicha yo'llanma murojaatlaringiz bo'lsa qisqacha gaplashib qolamiz. Yine esasen az bir de bize de en ahırgı kredit mahsulatlarımızdan biri şu agronomik tamamen yaşlandı tadbirkorlikka bularning bandigi ta'minlash uchun ajratilgan kredit mahsulotimiz yo'lga qo'yildi. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PK 60-sonli qaroriga asosan tijorat banklari tomonidan shu yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida ishlab chiqarilgan. Bir de şartları mesela şu milli valyutada özlerimiz sonunda kılınmadı. Kredi tecrübesi subjekti yakki tartibdagi tadbirkor şu 30 yaşgacha bo'lgan fuqarolar o'z ichine qamrab oladi. Bu kredit miqdori 100 milyon so'm beriladi. 100 milliondan muddati 60 oy. Asosiy qarzdan 12 oy, faiz to'lovlardan 3 oy imtiyozli davr bo'ladi. Yani bu merkezi faiz stavkası merkezi bankni 4% yukarı, yani az merkezi bankniki 14 bo'lsa 18%dan ajratib beriladi. Bundan tashqari yine bankning o'zining ichki me'moriy hujjatlarına asosan bizada ishlab yurgan odamlar ipoteka kreditlarimiz mavjud. Yani bu birlamchi uy-joylara 18%dan 20 yil muddatda birlamchi ipoteka kreditlarimiz mavjud. Agar oldindan 30%ni to'lasa 20 yil ishlamagan odamni o'zini o'zi band etgan holda shu toza qilib turgan joylardan olishi mumkin. Yo'q, ish haqi loyihasi bo'lsa, shu oldindan 15% to'lab, yo bo'lmasa subsidiya chiqqan bo'lsa 30 milyon devlet tomonidan to'lab beriladi. Qolgani 20 yıla o'zini boshlanish bedeli bilan 15% bedeli bilan to'laydigan shu turar joy binolarni olishi mumkin. Bundan tashqari tijorat kreditlarimiz bor. Ekspres aylanma. Bu ekspres aylanma bu doimiy oborotuna ega bo'lgan firmalarga, korxonalarga beriladi. Bularning turi 3 turga bo'linib 26%dan 29% alın 100 milyondan 300 milyon alın veriladi. Fakat şu aylanmaga va oborotga beriladi. Endi hozir sizlar vaqtlaringizni olib o'tirmayman. Endi narsangizga ruxsat bersangizlar o'tirib, o'shada murojaat qilgan ekan. Birinchidan kimda yaqin bo'lsa, birinchidan turib aytsangizlar, masalan, yozib olamizlar. Kim oldi familiyangiz kim? Yo'ldosh Yo'ldosh Abdulloh. Kimingiz bo'ladi? Bolangiz, bu qaysi mahalla? Chekkachoy. Buni mahalla loyihasi bo'yicha tushuntirdilarmi sizga? Yo'nalishda ma'lum tartibda beriladi. Shu me'yorda hujjatlarni berdingizmi? Ha, tushuntirdilar. Bunda kamida shu 2 ishchi o'rni yaratib, o'z pastingizga kamida tashlab beriladi. Hujjatlarni to'liq bergansiz, Bunu yazıp aldım. Eğer hücretleriniz to'liq bo'lgan bo'lsa, ko'rib chiqariladilar. Eğer ijobiy qaror qabul qilinsa, kreditni chiqarib beriladi. Men planshetdan aytaymi? Menki xotinim kelardi, hozir. Ketdi-ku, qachonlar turib, vaziyatda ish oldi. Ne oldu narsa? 50 milyon so'rab. Kim oldi familiya? Kim oldi? Qaysi mahalla? Erbakan mahallasi. Hujjatlarni berganmiz. Avash, shekilli.
Qachon bergansiz hujjatlarni? Oqshom. Böyle bir şey var. Bu yerda 50 million olib sug'urta yoki o'zini kafillik asosida 50 millioncha beradi. Shu faoliyati shu ertangi monitoring etgan vaqtda tuzarni chiqqan vaqtda bo'lishi kerak. Bularni tushuntirildi. Shunaqa bu yozib oldim. Qani keyin yana narsa bormi? Bizimkimiz var. Qaysi mahalladan? Vaqalikdan. Bakın nima bo'yicha tadbirkorlik? Ha? Non ishlab chiqarish mumkinmi? Vaqalikdan kim olib qaldingiz? Buni hujjat topshirdingizmi? Tushuntirdilarmi? Mana hujjatlar yetadi. Ish o'rni bo'yicha, mahalla loyihasi bo'yicha 50 millionni istalgan planlangandan keyin takrorlab o'tirmish. Kafillik asosida, sug'urta asosida 50 millionni plastik kartochkaga tashlab qo'yadilar. Tushuntirdilar. Novvoychilik. Bu hozir ko'ramiz hujjatlarni juda yozib olganimiz sababi hujjatlarni hammasini hozir ko'ramiz, to'liq bo'ladigan bo'lsa chiqartirib plastiklarga tashlab qo'yiladi. Bunda turadi. Ayağım pek çalmak ya. Bazı öylece şey oldu. İşler çıkarış var. Şirinlikler bir şunu bu açıca geldi. Sonra arkadaş bu boyunca engel oldu. Yangi o'tmadingizmi? Gelin nodammi? Tamam. Sözüm? Evet. Nov nami? Şirinlikler. Shirinlik ishlar emas. Bizlerde peşke var. Bir sürü arabanın ucunu ketektirgen 2 yılda peşke var. Bu uydami? Uyda turibsizlar yo uydan tashqarida? Uyda. Mana siz yana o'rganmay kelib yo'lga qo'shibsiz. Hammasi bo'yicha hujjatlarni taqdim yo'lib chiqiladi. Shuni обязательно yaratish kerak. Ya'ni qazo uchun o'zini band etgan holda hozir bu yerda chiqib vermangdan nomerlaringizni yozib olamizmi? Keyin qarshi qo'shimchasini aytamiz. Keyin kim mayli? Neydi? Lekçe tedbirler. Bizim muhafazalarının her yavrularına etkiliyor. Kim olib vermeyiz kim? Sana köpeğe bayış. Qaysi mahalladan? Karaman. Nomusi tutacaksın. Yani tikilçilik, yani şekke, toplu, başında, yani tikil, yani boyun. Endi tikuvchilik bo'lsa shunasi 100 million oladi. Fakat 312 sonli qaror bor gazetamizda. Shu bo'yicha endi tushuntirdilarmi bolalar? O'zini avval 33 millionlikdan yo bo'lmasa shu yani şu oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib muvaffaqiyatli normalni yapgan bo'lsangiz, shu salohiyatli mijozlar ro'yxati bor Markaziy bank tomonidan berilgan. Shu ro'yxatda bo'lsangiz, yakka tadbirkor ochib olishingiz mumkin bemalol. Avval foydalangan bo'lsangiz? Yok, endi başladı. Yo'q, 33lik olamiz. Yok, 5 ming oladim, kamida endi ularga. Qaysi mahalla? Karaman. Hujjatlarni berdingizmi? Yok, Hozir chiqsangiz, joyim bor, shu bizdan bo'yicha mahallalar bo'yicha olsangiz hujjatlar ro'yxati bor. Sizga sal sложныйroq bo'ladi. Hammasi 50ga qaraganda hujjatlarni ko'ramizdan. Agar tartib va nizomga to'g'ri keladigan bo'lsa, borib beramizdan taqozo javob beramiz. bu yerden xatarlanan mesaj çıkan Shunaqa. Bu o'xshamaydi. Boshqa kimlar? Yo'q. Mesela şu yerlerin üçün katta rahmat ortağızı Xudo xohlasa yozib olindi. Ijobiy yaratib beramiz Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar.